بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz do'stlar, birodarlar, jumangiz muborak bo'lsin. Bugun hijriy 1447-yil 13-Zulqa'da mavsimul hajj, bu muborak kunda uzoq yaqindan bosib kelgan qadamlaringizga Janobi Haq subhanahu va taolo ajr va hasanotlar yozsin. Gunohlarimizni avf aylasin, zero u G'afurur Rahimdir. Bugungi mavzumuz yo'llardan to'g'ri foydalanish, odob va mas'uliyatdir mavzusida bo'ladi va muhim mavzu, dolzarb mavzu. Muhim va dolzarb ekanligini hozir men sizga o'qib beradigan dunyo va o'zimizdagi ba'zi bir statistik ma'lumotlardan yaxshi anglab olamiz. Dunyo bo'yicha yo'l transport hodisalari, ya'ni avtohalokat natijasida har yili o'rtacha 1.200.000 dan 1.300.000gacha odam halok bo'lar ekan har yili. Jarohatlanishlar 20 milliondan 50 milliongacha dunyo bo'yicha har yili. Turli shu yo'ldan, avtohalokatlardan oladigan jarohatlar. Har kuni dunyo bo'yicha yo'llarda 3,5 minggacha odam halok bo'lar ekan har kuni dunyo bo'yicha. Aynan yo'l transport hodisalarida. Dunyo bo'yicha hisoblaganda 5 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan shaxslar uchun avtohalokat o'limning asosiy sabablaridan biri hisoblanyapti. O'zbekistondagi o'sha yo'l transport jinoyatlarini ham aksari yoshlar tomonidan sodir qilinishi bu statistik ma'lumot. Dunyo bo'yicha halok bo'lganlarning yarmidan ko'pi piyodalarga to'g'ri keladi. Mototsikl va velosiped haydovchilari hissasiga to'g'ri kelar ekan, yarmidan ko'p. Endi yo'l transport hodisasi oqibatidagi o'lim holatlarining 90% dan ortig'i daromadi past va o'rtacha bo'lgan mamlakatlarga to'g'ri kelar ekan. Bu endi iqtisodiy holat. Lekin ma'lumotlarga qaraganda, oxirgi yillarda xavfsizlik choralari ko'rilishi natijasida o'lim holatlarida nisbatan kamayish kuzatilgan bo'lsa-da, dunyo bo'yicha raqamlar hamon yuqoriligicha qolmoqda. O'zbekiston bo'yicha o'tgan yili yanvar-sentyabr oyi 9 oyni hisoblaganda O'zbekistonimiz bo'yicha jami 6449 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Endi bu ro'yxatga olinganlari, kelishib ketganlardan tashqari bular endi. Shulardan 1494 ta o'lim holati bilan yakunlangan 9 oyda. 1,5 ming odam deyarli. Lekin yo'l transport hodisalarining asosiy sababi yo'l infratuzilmasi to'g'ri tashkil etilmaganligida deydi ba'zi mutaxassislar. Shuningdek, o'sha avtohalokatlarning 49.3%ni yo'l infratuzilmasi bilan bog'liqligi ma'lum qilingan. Ammo yil sayin bo'layotgan taraqqiyot, o'zgarishlar, demak, infratuzilmalar yo'l bo'yicha o'sishlar kuzatilmoqda. U qancha o'sisha, demak, falokatlar shuncha pasayib boradi. Endi qolgan bu yerdagi raqamlar bilan dillaringizni xira qilmoqchi emasman, ammo shuni bilsa kifoya. Demak, bu mavzu hayot va mamot mavzusi desak ham bo'lar ekan. Sababi har kuni yo'llarga chiqamiz. Kimdir mashinada, kimdir piyoda, kimdir velosiped, kimdir mototsikl, kimdir otda, kimdir eshakda va hokazo. Yoki jamoat transportlarida. Buni shar'iy yondashuv, kuzatuv yoki munosabat bo'yicha bizning suhbatimiz, ixtisosligimiz bo'yicha shunday bo'ladi. Ya'ni anit tariqi fil islami, islomda yo'l masalasi. Shu to'g'risida gaplashib o'tamiz. Xo'p, shariat-i g'arromiz yo'l masalalarini muhim masalalar sirasiga kiritgan va uning haqlarini sobit qilgan. Yo'lning haqlarini nimadan sobit qilgan? Oyat va hadislardan.
va ummatning ijmo bo'lishidan va uning odoblariga rioya qilishdan. Jumladan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytganlarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iyyakum val julus fi turuqat. Yo'l bo'yicha payg'ambarimiz nima deganlar deb qiziqsak, mana birinchi hadisda o'qiyapman. Payg'ambar Efendimiz sallallohu alayhi va sallam aytibdilarki, iyyakum val julus fi turuqati. Yo'llarda o'tirib olishdan saqlaninglar deyaptilar. Qalu ya Rasululloh, ma lana buddun min majalisina natahaddathu fiha. Sahobalar aytishdiki, nima qiladi o'tirsak, axir yo'lda o'tirib gaplashib o'tiramiz-ku. Shunda u zot aytdilarki, fa iza abaytum illa al-majlis fa'atu tariqa haqqahu. Agar o'tirsangiz ham yo'lning haqqini berib o'tiring dedilar. Yo'lning haqlarini berib o'tiring dedilar. Qalu va ma haqquhu. Nima haqlari bor deyishdi sahobalar. G'addul basari, birinchisi nazarni tiyish, ko'zni tiyish. Birinchisi kaful adha, ozordan saqlanish, ozor berish yoki ozor ko'rish. Va raddus salam, salomga javob berish. Val amru bil ma'ruf, yaxshilikka chaqirish. Va nahyu anil munkar, yomonlikdan qaytarish dedilar. Bu hadisni Imom Muslim rahimahulloh o'zlarining sahihlarida rivoyat qilganlar. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan. Mana birinchi hadis sharifdan bizga ma'lum bo'ldiki, demak, yo'lning haqlari shar'iy ahkomlar bilan, shar'iy manbalar bilan sobit bo'lgan ekan. Birinchisi hadis sharifda payg'ambar alayhisalom birinchi haqqi deb ko'zni tiyish deyaptilar. Ya'ni ko'zga yo'lga chiqqanda avrat masalasi yo'llarda ham bo'lar ekan. Nomahramlardan, xotin xalajdan ko'zni tiyish kerak. Yo'lda hamma o'tadi chunki. Hamma yo'lga ehtiyoji bor. Ayollar ham yurishi mumkin. Nomahramdan ko'zni tiyish kerak ekan, yo'lning birinchi haqqi. Mashinada ketyapsiz, ikkinchi bir mashinaning saloniga qarash joiz bo'lmaydi. Chunki mashinaning ichi salon avrat hisoblanadi. Unda uning ayoli, qizlari va hokazo boshyalang o'tirgan bo'lishi mumkin va hokazo. Shuning uchun mashinada yurayotganda ikkinchi mashinaning saloniga qarash ham odobsizlikdir. Hattoki ko'zni tiyish deganda mana shu masalalarni tushunamiz. Ikkinchisi kafful adha. Adha umumiy kelyapti. Ozor yetkazishdan ham, ozor ko'rishdan ham cheklanish kerak. Mana bu yo'l harakati qoidalari bor-ku, shu hadis sharifning shu bo'g'inning ostiga kirib ketadi. Setoforlar, har xil belgilar. Bular nima uchun joriy qilingan do'stlar? Ozor yetkazmaslik uchun, ozor ko'rmaslik uchun joriy qilingan. Nafaqat qizil setofordan o'tar ekansiz, birovda haqqini yetgan bo'lasiz. Balkim birovga tahlika tug'dirayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki kimdir sizga tahlika, hayotingizga tahlika tug'dirayotgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bunaqa qoidalar Qur'on va hadisda kelmagan-ku deyish o'ta nodonlikdir. Qur'on va hadisda aynan setofor kelmagan bo'lsa ham, hadis sharifda mana umumiy qilib payg'ambar alayhisalom ozordan tiyiringlar deganlar. Birovga ozor yetkazishdan, qoida buzilishlardan nima bo'ladi desangiz, faqat kimgadir ozor yetadi, yo o'ziga yoki kimgadir. Uchinchisi salomga alik olish, javob berish. Yo'llarda yurilganda albatta salom beriladi, unga javob berish kerak. Xuddi shunday amru ma'ruf nahiy munkar qilish kerak. Do'stlar, yo'lda sodir bo'lgan avariyani suratga olish bu haqlarning orasida kelmadi, eshitmadik. U yo'q unaqa narsalar. Balkim yaxshilikka chaqirish kerak, yomonlikdan qaytarish kerak. Urushayotgan ikkita shofirni borib tomosha qilish o'rniga ularni ajratish kerak. Ularni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarish kerak. Mana bu yo'llarning haqqidir. Payg'ambar alayhisalom mana shuni bayon qilyaptilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizni qarang qanday ta'rif qiladi. Astagfirullah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Ali Imron surasi 110-oyatda. Sizlar shunday ummatning yaxshisi bo'ldingizki, odamlarni yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar va Allohga iymon keltirasizlar deb islom ummatini, oxir zamon ummatini, Muhammad ummatini
ummati ijobatni ana shunday ta'rif qilyapti Alloh taolo. Ibn Kasir, buyuk mufassir, Hafiz Ibn Kasir rahimahulloh shu oyatning tafsirida keltiryaptilarki, qala Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu, Hazrat Umar ibn Xattob aytgan ekanlar: "Man sarrahu ay yakuna min tilka al-umma falyuaddi shartallohi fiha." Rawahu Ibn Jarir. Ibn Jarir buni rivoyat qildilar. Kimni mana shu oyat doirasida bo'lishlik xursand qilsa, kim shu ummatga o'zini loyiq ko'rib, munosib bo'lishligi uni xursand qilsa, Alloh taoloning shartlariga ko'nsin, yursin. Alloh taolo qaysi shartlarni qo'yapti? Mana bu oyatda o'zida aytib qo'yaptiki, amr ma'ruf qilasizlar, nahiy munkar qilasizlar, Allohga iymon keltirasizlar, eng yaxshi ummat bo'lasizlar. Shu shartlarga yursa dedilar Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu, u shu oyatning doirasidan bo'ladi. Va man lam yattasif bi zalika ashbaha ahli al-kitab alladhina dhammahumullohu biqawlihi ta'ala. Kimki endi bu sifatlar bilan sifatlamasa, o'zini Alloh mazammat qilgan ahli kitoblarga o'xshab qoladi dedi, deyaptilar Hazrat Umar. Alloh taolo ularni nima deb mazammat qildi? Kanu la yatnahuna an munkarin fa'aluhu. Ular o'zlari qilgan munkar ishni qilganlarini inkor etmas edilar. Ahli kitobda aytayapti Alloh taolo. O'zi noto'g'ri ish qilishgan, munkar ish, yomon ishni qilishgan, yana shuni inkor etishmayapti ular. Ya'ni hayo qilishmayapti. Ahli kitoblarni Alloh taolo shunday mazammat qilyapti. Shularga o'xshab qolasizlar, deyaptilar Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Odamlar amr ma'ruf qilmay qo'ysalar, nahiy munkar qilmay qo'ysalar, halla bihimul iqob, va eng yomoni mana shu, umumiy iqob ular uchun halol bo'lib qoladi. Ya'ni hech kimni yaxshilikka chaqirmaydi. Hech kimni yomonlikdan qaytarmay qo'ydi. Xohlagan odam bilganini qiladi, hech kim unga parvo qilmaydi. Jamiyatda gunohlar sodir bo'ladi, etlar seskanmaydi, badanlar junjukmaydi, kipriklar qoqilmaydi, ko'zlar yumilmaydi o'sha gunohlardan, quloqlar o'rganib qoladi. Ana shunda halla iqobullohi na'udhu billahi min zalik. Allohdan panoh so'raymizki, umumiy Allohning iqobi halol bo'lib qoladi do'stlar shunda. Shuning uchun bu islom hukmlari joriy bo'lib turish kerak. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh musnadlarida rivoyat qiladilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bir kun turdilar-da Allohga hamd aytdilar, sano aytdilar, so'ngra shunday dedilar: "Ey odamlar, sizlar bu oyatni o'qib, oyatning bir ma'nosigagina suyanib adashib qolmanglar", deyaptilar. Ya'ni ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ey iymon keltirganlar, alaykum anfusakum, o'zlaringizga la yadhurrukum man dalla idha ihtadaytum. Kimki sizlar hidoyatga qilinasizlar, ammo sizlardan biringiz yoki kimdir noto'g'ri yo'lda bo'lsa, uning noto'g'ri yo'lda bo'lishi sizlarga ziyon qilmaydi degan oyatni noto'g'ri tushunib olib, unga suyanib qolmanglar, deyaptilar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Balki va innakum tad'unaha ala g'ayri mawdi'iha. Sizlar oyatni ma'nosini o'rniga qo'ymayapsizlar, to'g'ri tushunmayapsizlar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eshitganmanki, u zot aytganlar: "Innan nas idza ra'aw al-munkara wa lam yughayyiruhu awshakallohu ay ya'ummahum bil iqab aw bi'iqab." Odamlar agar munkar ishni ko'ra turib, uni qaytarmay qo'ysalar, o'zgartirmay qo'ysalar, shubha qilamanki, Alloh taolo ularni ommaviy iqobiga oladi. Olmasligiga shubha qilaman. Ya'ni Alloh ommaviy iqobiga oladi deb aytayaptilar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz hadislarini. Va fil amri bil ma'ruf va nahy anil munkar fawaid azima lil umma. Amr ma'ruf nahy munkarda ummatga ulkan foydalar bor. Ularni eng ahamiyatlisi tahsinul umma min ar-rada'ili wal fawahishi wal uqubati. Ummatni buzuqliklardan, fahshlardan, razil ishlardan va yomon oqibatlardan himoya qilishdir. Eng muhimi.
Endi yo'l haqlardan biri izalatul aza minhu. Yo'ldagi ozor beruvchi narsalarni olib tashlash ham yo'l haqlaridandir. Yo'lda mustahab bo'lgan odoblardan biri shuki, yo'lda yotgan odamlarga ozor beradigan narsalarni olib tashlamoq, balki u minal iymon, iymondandir. Nima uchun iymondan deb aytayapmiz? Chunki payg'ambarimiz shunday aytdilar. U zot aytdilarki, al-iymon bid'un va sab'una shu'ba au bid'un va sittuna shu'ba. Iymon 70 necha xil yoki 60 necha xil tur dedilar u zot. Xo'p, fa afdaluha qawlu la ilaha illalloh. Iymonning eng afzali tahlil, la ilaha illalloh kalimasini aytish. Va adnaha, iymonning eng kichkina amali esa imatatul adha anit tariqi. Yo'lda ozor beradigan narsalarni olib tashlash. Val haya shu'batun minal iymon. Iymon ham, hayo ham iymonning bir bo'lagidir dedilar. Qarang, iymonning eng oliysi la ilaha illalloh. Eng adnosi, eng pasti esa imatatul adha anit tariqi. Yo'lda yotgan ozor beradigan narsalarni olib tashlash. Tosh yotibdimi, suyak yotibdimi, tikon yotibdimi, boshqa narsami, masalan, yo'lda ozor beradigan narsalarni olib tashlash. Imom Buxoriy bu hadisni rivoyat qilganlar. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Imom Buxoriy va Imom Muslimlar, Alloh ularning ikkovlaridan ham rozi bo'lsin, ushbu hadis sharifni keltiradilar. Payg'ambar Efendimiz aytdilarki, sallallohu alayhi vasallam, kullu sulama minan nas alayhi sadaqa. Kullu sulama degani, ya'ni har bir insonning bug'umi uchun sadaqa bor dedilar. Insonda 360 ta bug'um bo'ladi. Har bir bug'um uchun alohida sadaqa bor deyaptilar. Summa qala, so'ngra gaplarni aytib oxirida aytdilarki, va tumitul adha anit tariqi sadaqa. Yo'ldagi ozor beradigan narsalarni olib tashlash ham sadaqadir dedilar. Mashinada gazni bosib kelyapsiz, yo'lda yotgan bir toshni ko'rdingiz. Shuni olib tashlashga odam erinadi. Boshqasi olar deysiz. Boshqasi ham shunday deydi, hech kim olmaydi. Agar bu hadisdan savob kutsa, sadaqani fazlini xohlasa, inson yo'lga to'xtab, xavfsiz vaziyatda o'sha ozorni ketkazadi yoki yo'l qurilish sohasining egalariga xabar qiladi masalan. Ana shunda sadaqa qilganlik ajrini olar ekan. Va bisababiha, shu ishni sababidan kishi jannatga kirishi mumkin hatto. Arzimas yo'lda yotgan bir tosh, ammo uni oliy niyat bilan olib tashlagan odam jannatga kirishi mumkin. Imom Buxoriy va Imom Muslim ikkovlari birgalikda rivoyat qilgan hadislar muttafaqun alayh hadislar deyiladi. Va eng oliy hadis bular do'stlar. Eng kuchli darajadagi hadis. Ana shu muttafaqun alayh hadisda payg'ambarimiz aytayaptilarki, bir kuni bir odam yo'lda ketayotdi. Bir tikon, yo'lda yotgan tikonli narsani ko'rdi. Uni yo'l chetiga oldi. Alloh uning shu ishini qabul qildi, uni mag'firat qildi. Jannatga kiritdi. Oddiy bir tikonni olib tashladi, niyati odamlarga ozor bermasin deb. Mukofoti esa oliy bo'ldi, jannat bo'ldi. Jannat arzon emas, bir tikon uchun, bir tosh uchun Alloh jannatni bersa, jannat arzon emas, ammo mu'minning niyati qimmat do'stlar. Agar niyat to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, barcha amallarning asosi to'g'ri niyatdir va uning mukofoti jannatdir inshaalloh taala. Abu Barza al-Aslami radhiyallohu anhu dan Imom Muslim bu hadisni keltirganlar. Abu Barza al-Aslami sahobiy radhiyallohu anhu aytayaptilarki, qultu ya nabiyalloh, ey Allohning payg'ambari dedim, allimni shay'an antafi'a bihi, menga bir narsani o'rgatingki undan bir foyda olay. Sahobalar bunday savollarni ko'p berib turishgan. Qol i'zilil adha ani tariqil muslimin dedilar Rasululloh. Musulmonlarning yo'llaridan ozor beradigan narsani ketkizgin dedilar. Bu yerdagi musulmonlarning yo'lida gapirish muqayyat emas, mutlaq jumla. Mutlaq jumla degani faqat musulmonlarning yo'li degan narsa yo'q-ku. Faqat ilgari bo'lardi. Makka da
Madinaga haramga borgancha Tariqul Muslimin degan yozuv bo'lardi. Hozir yo'q u yozuvlar. Musulmonlarning yo'li yoki musulmon bo'lmaganlarning yo'li deb yo'l ajratilgan bo'lardi. Biz shu hajga borgan avval yoshligimizda borgan yillar shu yozuvlarni ko'rardik. Haram hududi keng bo'lardi. Hozir endi shunday holatlarga keldikki, hatto musulmon bo'lmaganlar Haram-i Sharifda Madina Munavvarani haramiga bemalol kirib kelishyapti. Oldin Madina shahriga yaqinlasha olmas edi. Chunki yo'l faqat musulmonlar uchun yo'l bo'lardi va o'sha yozuv bo'lardi. Hozir dunyoning hech qayerda bunday yozuv qolmagan. Musulmonlarning yo'l degan yo'l yo'q. Bu yerda payg'ambar alayhisolamning musulmonlarni yo'ldan ozor beradigan narsani olib tashla deyishlari muqayyat jumla emas, bu mutlaq jumla. Ya'ni taxsis qilyapti musulmonlarni, lekin bu degani musulmonlar yurmaydigan yo'ldagi ozorni olib tashlama degani emas. Umumiy yo'l tushuniladi bu yerda. Musulmonlarning yo'l deyishdan murod. Chunki aslida hamma narsa aslan musulmonlar uchun bo'lgani uchun, islom uchun va Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lgani uchun bu jumlalar qo'llangan. Xuddi shunday tahrimi qado'il hajati fi tariqin nas aw dhillihim. Odamlar yuradigan yo'lda, odamlar soyalanadigan joylar, daraxt taglarida hojat qilish harom amaldir yo'llarda. Ba'zan katta magistrallarda ko'rasiz, erkaklar tikka turib bavul qo'yadi yo'lda. O'tayotgan mashinadan uyalmaydi, hazar qilmaydi. Mana shu ish shar'an haromdir. Bu haqda Payg'ambar alayhisalom hadislari kelyapti. Qarang qanday vaid bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni qaytarganlar. Imom Muslimning Jami' sahihlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan bu hadis. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ittaqul la'anayni. Ikkita la'natlanganlardan hazir bo'linglar dedilar. Ya'ni qo'rqinglar. Qalu va man la'anani Rasululloh. Bu ikkita la'natlanganlar kimlar ey Alloh Rasuli dedilarki, aytdilarki allazi yatakhalla fi tariqin nasi va zillihim. Odamlar yuradigan yo'lga, odamlar soyalanadigan soyaga hojatni chiqargan odamlar dedilar. Ana shu ikkalasi la'natlangan toifa bo'lar ekan. Buni eshitib qo'yish kerak. Eshittiringlarki, yo'llarda qozoi hojat chiqarmasin. To'g'ri aytishadiki, unda yo'llarda masalan yo'l infratuzilmasi kiradi, yo'llarda umumiy hojatxonalar yo'q-ku. Bor qilsa bo'ladi, zapravkalarda bor, masalan, yo'lda masjid bo'lmagani bilan zapravkalar bor. Har bir zapravkaning hojatxonasi bo'ladi va hokazo. Musulmon odam hojatxona bo'lmagan mahallarda ham payg'ambar zamonlarida odamlar qanday odob va madaniyat bilan hojat chiqarishni bilganlar. Musulmon odam biladi. Bundan juda ehtiyot bo'lish kerak. Tikka turib bavul qilishi o'zi bir baloyu, yo'lda hammaga ko'rsatib odamlarni yo'liga daraxtning tagiga bavul qilishi ikkinchi bir balo. Payg'ambar alayhisalom uni la'natlangan deyaptilar. Shuni aytinglarki, yetkazinglarki, yozinglarki do'stlar, yo'llarda bavul qiladiganlar la'natlangan bo'ladi. Odamlarning ko'z o'ngida hayo qilmasdan daraxtlarning tagiga, suvlarga bavul qiladiganlar la'natlanganlar bo'ladi. Xuddi shunday yo'lda odamlarga yordam berish, keksalarga yordam berish ham yo'l odoblaridandir va bu haqda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilyaptilar. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, boyaga hadis kelyapti. Har bir inson bo'g'imi uchun sadaqa bor. Kullayom, har kuni. Kishi yu'inu ar-rajulu fi dabbatihi bihamilihi alayha. Kishi uloviga ortgan yukni yengillatib, uloviga yordam beradi. Aw yarfa'u alayhi mata'ahu sadaqa. Yoki ulovidan yukni tushiradi, yengillatadi. Eshagim qiynalmasin, tuyam qiynalmasin, og'rib ketmasin deb o'sha ish sadaqa deyapti. Mashinlarda ham qabul qilingan yuk ko'tarish hajmi bor. Undan ortig'ini yuklash xatar hisoblanadi. Hali bir Damasga 30 ta bolani yuklab bog'chaga olib ketayotganlar chiqib qolyapti televizorlarda. Bir Damasga 40 ta 30 ta bola yuklab olgan. Bir Damasga bog'chani shopirit dogovor qilgan bog'cha bilan bir Damasda ba'zan rulda ayol kishi bo'ladi. 25 ta 30 ta bolani bir Damasga tiqib olgan olib ketyapti. Dan xodimlar to'xtatib chora ko'ryapti. Qarang bu qanaqa xavf va xatar. Inson o'zining hayoti mayli, boshqalarning hayoti bilan qanday o'ynashadi. Yosh bolalarning hayotini qanday arzon sanaydi. Alloh saqlasin. Mana shu ham sadaqa dedilar Payg'ambar alayhisalom.
Xo'p, bu yerda juda ko'p yo'l odoblari bayon qilingan. Umumiy olganda yo'lda azob beruvchi narsalarni olib tashlash, yo'lga hojat chiqarmaslik, yo'lda o'tira olmaslik. Chunki yo'lda xotin xalaji o'tadi dedik nomahramlar. Ular hijolat bo'ladi. Ba'zan fotihagarchilik qilaman deb mahallaning yo'liga o'tirib olishlar bo'ladi. Nojoiz narsa. Shariat o'zining hukmini harom yo'l bilan joriy qilmaydi. Muhammad Taqiy Usmoniy hafizahulloh, Alloh umrlarini uzoq qilsin. Shayxul Islom ustozimiz, shayximiz bu kishi. Hazrat rahimahulloh bilan birinchi Muhammad Taqiyning Al-Buhuth fil Qadoya Fiqhiyya Muasira, zamonaviy fiqhiy moliyaviy masalalar bo'yicha bahslar degan 2 jildlik kitobini Hazrat rahmatullohi alayhi bilan birga o'qigandik. Taqiy sohib. Hozir bu kishi borlar. Dunyo islomiy bank masalalari bo'yicha number 1 o'qituvchi bu kishi. Diniy nuqtai nazardan birinchi o'rinda turadi. Shu odam qarang, ajoyib bir umumiy hammamiz uchun kerak bo'lgan bir masalani bayon qilyapti. Shariatdagi har bir hukm sabablarga bog'langan hikmatlarga emas. Bu qoida. Nima degani bu? Shariatdagi har bir hukm sabablarga bog'langan hikmatga emas. Masalan, safar namozni qasr qilish uchun sababdir. Safarda mashaqqat bo'lishi esa qasr qilib o'qishning hikmatidir. E'tibor qiling bu gaplarga. Safar namozni qasr qilish uchun sabab, lekin safarda mashaqqat bo'lishi esa qasr qilib o'qishning hikmati. Nima degani bu? Shunga ko'ra, garchi safarda mashaqqat topilmasa ham safarga chiqqan kishi qasr qilib o'qiveradi. Agar shariat sababga emas, hikmatga bog'langanda edi, safarda mashaqqat bo'lmasa namoz qasr qilinmas kerak edi. Lekin shariat sababga bog'langan. Sabab esa namozni qasr qilish, hikmat esa mashaqqat bo'lgani uchun. Mashaqqat bo'lmasa, agar hikmatga bog'lansa, mashaqqat bo'lmasa qasr qilmas kerak. Bir xillar shunday o'ylaydi. Safardaman, mashaqqatdamasam, men mahondaman-ku deb to'liq o'qiydi. Yo'q, bu gunoh bo'ladi. Alloh bunday yengillik berdi. Allohning yengilligini mensimaslik gunoh bo'ladi. Bunga rioya qilish kerak. Yoki qizil chiroqdan o'tmaslikni hikmati to'qnashuvning oldini olish. Lekin sabab qizil chiroqning yonishi. Agar teskari bo'lganda do'stlar, to'qnashuv bo'lish ehtimoli bo'lmasa, qizil chiroqda to'xtash vojib bo'lmas edi. Kechasi ketyapti, soat 12, hech kim yo'q, qizil chiroq yonib turibdi. O'tib ketaversangiz, hech kim yo'q-ku deb. Shariat bunga ruxsat bermaydi. Nimaga? Chunki hukm hikmatga emas, sababga bog'langan. Sabab qizil chiroqning yonishi, hikmati esa to'qnashuvning oldini olish. Ko'ryapsizmi? Hech kim yo'q mahalla, shuning uchun Avropaliklar mashina bo'lmasa ham qizil chiroqda peshoatdan o'tmaydi. Biznikilar mashina bo'lmasa, qizil bo'lsa ham o'tib ketaveramiz, hech kim yo'q-ku deb. Aslida biz shariatning hukmini buzayotgan bo'lamiz. Shaharda ketyapsiz, mashina yo'q, svetoforga qaramay o'tyapsiz, shariatning hukmini buzgan bo'lasiz. Bu bitta javobgarlik. O'zingizni, hayotingizni xatarga qo'ygan bo'lasiz. Ikkita javobgarlik. Boshqalarning hayotini xatarga qo'ygan bo'lasiz. Uchta javobgarlik. Davlatning qonunlarini, qarorlarini buzgan bo'lasiz. To'rtta javobgarlik. Umumiy gunoh bu narsalar. Yo'l harakati qoidalari hadislarda, oyatlarda yo'q-ku deyish o'ta nodonlikdir. Aynan hadislarda bor do'stlar. Yo'l harakati qoidalari aynan hadisda bor. Sahih Muslimda kelgan hadisda o'qib berdim. Kafful aza, ozor berishdan tiyilish degan joyiga hammasi kirib ketadi. Shu svetoforlar ham, belgilar ham, peshoxotlar ham hammasi kirib ketadi. Qoidalar nima uchun joriy qilingan? Peshoxotda o'tayotgan velosiped mingan kishi peshoxotdan yetaklab o'tishi kerak. Hikmatni qarang. Velosipeddagi odam peshoxotdan haydab o'tsa, xatari ko'proq bo'ladi. Yetaklab o'tsa, xatari kamroq bo'ladi. Bunga kim rioya qiladi? Hech kim rioya qilmaydi. Bugun bir narsa chiqdi shaharda do'stlar. Men o'zim shuni ko'rdim. Bu taraqqiy topyapti tilanchilar ham. Tilanchilar haligi sariq forma kiyib, qo'liga supurg'a olibdi. Bir 7-8 ta tilanchi hamma supurib ko'targan.
Ular supurmaydi, o'zini supurayotgan qilib ko'rsatyapti. Kim sizdan pul so'rayapti deb. Abitimizga yordam berib yuboring deyapti. Uni hamma bilib turibdi kimligini. Nimaga o'xshatdim buni do'stlar? Shu bilan so'zimni tugataman. Alloh kechirsin meni. Hali ihrom kiyib Ka'bani oldiga kirish uchun ihromni soxta kiygan odamlarga o'xshatdim. Mana bu Toshkent ko'chalarida odamlardan pul olish uchun supurgi ko'targan tilanchilarni haramning oldiga kirish uchun ichki kiyimining ustidan ihromni yolg'ondan kiyib olgan odamlarga o'xshatdim. Ikkalasining gunohi bir xil bo'ladi. Bu yerdagilar bizni aldayapti. Qaytanga unisi yomon bo'ladi. U yoqdagilar Allohni aldayapti. Bu yoqdagilar Toshkentda aldayapti, u yoqdagilar haramda aldayapti. Bu yoqdagi bitta gunoh bo'lsa, u yoqdagi 100 mingta gunoh bo'ladi. Agar Makka haramida bo'lsa. Buni ayting, haj boshlanyapti, tushuntiring. Hajdaku tavof ifoza kunlari 3 kun hammaga ochib beradi. Ihrom kiygan ham, kiymagan ham kira oladi erkaklardan. Ayollar savol yo'q, ular kiraveradi, ammo erkaklar uchun bu narsa boshqalarga joy qoldirish uchun, yangi umraga kelganlarga joy qoldirish uchun bu qoida haj vazirligi tomonidan joriy qilingan. Biznikilar o'rganib qolganda qoidani buzaverib, mensimay, u yerda ham shu qoidani buzishga harakat qiladi. Va eng qizig'i, shularda shu ishini oqlab beradigan ahli ilmlar ham bor ekan. Na'udhu billahi min zalik. Allohdan qo'rqish kerak. Chunki haram-i sharifda bitta savob 100 ming karra savob bo'lsa, bitta gunoh 100 ming karra gunoh bo'ladi. Alloh o'z panohida saqlasin. Va sallallohu va sallam ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Parvardigor olam, haj mavsumi boshlandi. Dunyo hojilari qatori mamlakatimiz hojilari ham otlanmoqdilar inshaalloh. Ertadan mana yo'lga chiqadi bugun kechasidan inshaalloh. Ey Parvardigorim, ularning yo'llarini ochgin. Hammamizga haj qilish nasib etgin. Bizlarni ham qilajak hajimizni qabul ayla, yo'limizni ochib bergin ya arhamar rohimin. Uzoq yaqindan kelgan do'stlarimizni, mehmonlarimizni tashrifini, qudumini barokatli qilgin. Hammani jumadan munavvar qilib chiqargin. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.